Assalomu alaykum birodarlar. Sotuvda Skoda Octavia 2026 1.6 avtomat. Dokumentlari chista, страховка bor, litsenziya bor, olib srazu ishga chiqasiz. Ikkita, 3ta detalida ozgina ishi bor, atay qolgan hamma joyi chotki, istoriya toza, motor korobka ideal. Вообще suyagi toza mashina. Narxi 1.300.000. Agar mana narx to'g'ri kelsa dalsh ko'rasizlar. Mashina meniki emas, egasiga через WhatsApp yozasizlar, javob beradi. Skoda Octavia Comfort, tarif Comfort. Bu koreyskiy mashina bilasizlar, koreyskiy mashina pishiq bo'ladi. Skoda koreyskiy mashina. Tak, kuzov bo'yicha mana kapotida kichkina nezametniy vmyatinasi bor. Keyin mana parogida bor ekan. Atay mashina haqiqatan rovniy mashina. Dokumentlari toza. Keyin yana bitta detali mana shu 10 kilosida vmyatinasi bor, bamper bilan qo'shilgan. Balonlari o'rta holda 50%. Unda 40% bo'lishi ham mumkin. Komplektatsiyasi 4 tili elektrostеклоподъемник, штатный magnitofon, Bluetooth monitor, avtomat коробка, 295.000 probeg. Ухоженный чистый mashina, faqat sal yugurmagan holatda, atay mashina haqiqatan ухоженный. Toza mashina. Qozonlari toza. Bu kuzov liftback deyiladi, chunki orqa labovidan ochiladi. Bu mashinaga juda katta yuk sig'adi. Qozonlar toza. Skoda bu germanskiy Kia Solarisga qaraganda ancha pishiq bo'ladi. Shumkasi ham ancha dadil bu mashinani germanskiy Kia Solarisga qaraganda. Hop, egasining nomerini yozib qo'yaman, WhatsAppdan yozasizlar. Mashina reklama qilish kerak bo'lsa, mana shu nomerga yozsangizlar yoki telefon qilsangizlar, besplatni reklama qilib beramiz. Hammaga rahmat.